Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Faberlic kompaniyasini soch bo'yoqlari to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qo'limda Expert seriyasini soch bo'yog'i mavjud. Bu soch bo'yog'ini aynan o'zim uchun sotib oldim. Chunki bu rangni juda ham yaxshi ko'raman. Artikuli 3291 rubinoviy rang, ya'ni yoqut rang. Yoqut rang, bilasiz, qizg'ish rang hisoblanadi va ko'p holatlarda yoqut rangga bo'yalgan sochlar bo'yab yuruvchi qizlarimizda ko'p eshitishingiz mumkin. Juda ham chiroyli rang, ammo tez o'chib ketadi degan shikoyatlarni eshitishingiz mumkin. Haqiqatda juda ham chiroyli rang hisoblanadi va Faberlic kompaniyasining bu kraskalari sizni sochingizda 10 haftagacha bemalol xuddi yangidek turishni ta'minlab beradi. Va bu soch bo'yoqlarimiz aynan krem bo'yoqlar hisoblanadi. Ya'niki sochingizni o'zingiz istagan rangga keltirish bilan birgalikda uni to'g'ri parvarish qilishingizda o'z hissasini qo'shadi. Sababi bizni soch bo'yoqlar tarkibida foydali bo'lgan vitaminlar mavjud. Aynan B oilasi vakillaridan B7 vitamini mavjuddir. Sochni tolalarini mustahkam qiluvchi, gullashlarni oldini oluvchi, shikastlangan sochlarni tiklash xususiyatiga ega bo'lgan ushbu B vitaminlarini siz soch kraskamizdan ham olishingiz mumkin. Undan tashqari ushbu soch kraskasini tarkibida amlo moyi mavjuddir. Amlo moyi bilganingizdek soch uzunligi bo'ylab mustahkamlash va to'liq oziqlantirish vazifasini bajaradi. Shunday ekan siz ikkita vazifani bitta kraskadan olishingiz mumkin. Sochni parvarish qilish hamda sochni rangini o'zgartirish. Rangni uzoqroq ushlab turish uchun esa Faberlic kompaniyasida Expert seriyasidan bizga shampun, balzam, maska va mana bunday ampulalar tavsiya qilinadi. Buni ochib qo'yganda ampulamizning ko'rinishi mana shunaqangi bo'ladi. Bitta qutichadan 3 dona ampula chiqadi. Ushbu ampulamizning artikuli 10314. Bu ampuladan men foydalanaman. Juda ham zo'r. Sochimni to'kildirmaydi va yangi birinchi bo'yagan kunimda qanaqa chiroyli bo'lsa, sochimni uzoq muddat mana shu rangda qolishini ta'minlab beradi. Ampulani ishlatilishi, agarda siz soch bo'yash jarayonida ampuladan foydalanmoqchi bo'lsangiz, buning imkoni bor. Ya'ni soch bo'yog'ini tayyorlashda ampulani bittasini qo'shib yuborishingiz ham mumkin. Agarda soch bo'yoq vaqtida esingizdan chiqib qolsa, keyinchalik siz bitta ampulani olib, sochingizni ildizidan uzunlik bo'ylab surtgan holda saqlashingiz va 10-15 daqiqadan keyin sochingizni yuvib tashlashingiz mumkin. Juda ham zo'r natijasi seziladi. Sochingizda siz istagan rangni uzoq vaqt turishini ta'minlab beradi. Undan tashqari Faberlicda soch parvarishi uchun kerakli bo'lgan Salon Kare seriyamizdan Smart Keratin, ya'ni umli keratin. Bu sochimizni juda chiroyli oziqlantirib beradi. Biz istagan prichoskalarimizni, turmaklarimizni qilishimizda ushbu maska shapchkamiz juda ham zo'r yordam beradi. Ya'ni siz sochlaringizni dazmol qilishingiz, fenda, har xil holatlarda sochingizni sindirib qo'yishingiz, kuydirib qo'yishingiz mumkin va mana shunday qalpoqchalarimiz sochlarimizni tolalarini tiklashda xizmat qiladi. Buni qo'llanilishi juda ham zo'r va sizga yoqadi. Ya'ni sochingizni yig'ishtirgan holda qalpoqchani kiyib olasiz. Sehrli qalpoq sizni sochlaringizni juda ham chiroyli qilib o'z holiga keltiradi. Sog'lomligini, go'zalligini tiklashga xizmat qiladi. Bitta paketdan bir dona qalpoq chiqadi. Buni artikuli 7207. Faqatgina original mahsulotlarni Faberlic kompaniyasiga ro'yxatdan o'tish yoki ro'yxatdan o'tgan shaxslar orqali xarid qilishingiz mumkin. Yana ham qiziqarli to'liqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.